O'yin boshlandi. O'yin boshlanishi bilan o'g'rilab bitta penalti qilib olishdi. Sizlarga salom ham bera olmadim. Ketdi ko'ramiz penaltini. Menimcha penaltini ham ura olmaydi bu Realchilar. Bolalar penalti yo, Real Madrid puli yetmay qoldi sudyani sotib olgani. Penalti atmi. Yana Mbappémi? Lekin Mbappéga gap yo'q. Zo'r o'ynayapti, молодец. Fermin Lopez. Qani bola? Qani? Toshbaqa qani? Super. Mayli, bo'p turadi.